Assalomu alaykum. Ushbu loyiha AT Xalq banki hamkorligida Navoiy viloyat Karmana tumani Navruz MF 328-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda makkajo'xori, vakmak navi ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 682 metrga, bo'yi 165 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar gullash davrida. Ekinlarni yetishtirish 100 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Konmex Chordara MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektar yerdan 12 tonna, jami 120 tonna hosil rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.